Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: ba'zi hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari keladi. Masalan, kim falondek ishni qilsa bizdan emas deydilar. Masalan, kim bizga firibgarlik qilib bizni aldasa, ya'ni musulmonlarni aldab yursa, bizdan emas deydilar. Shu hadislar qanday tushuniladi? Hozir bilan savoldagi hadis shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorda bug'doy sotib o'tirgan odamni ko'radilar. Keyin bug'doyni tagiga qo'llaridan suqib ko'rsalar, bug'doyning tagi nam bo'ladi. Haligi insonga qarab, bu nimasi deydilar. Va aytadiki, asobathu sama ya Rasululloh. Yomg'ir yetib qopti ya Rasululloh, shunga namlanib qopti deydi. Ya'ni bug'doy nam bo'lgandan keyin og'ir bo'ladi. Go'yoki bu odam bug'doyni og'ir qilish uchun namlab qo'ygandek deb o'ylaganlar-da Rasululloh. Shuning uchun bu nimasi deganlar. U odam aytdiki, yomg'ir tegibdi dedi. Shunda Rasululloh ustiga chiqarib qo'ysang bo'lmaydimi, yomg'ir tegsa odamlar ko'rsin deganlar. Keyin aytganlarki, man g'ashshana falaysa minna. Kim bizni bunaqa qilib aldab firibgarlik qilsa, bizdan emas unaqa odam deydilar. Shu hadislarning ma'nosi nima? Bizdan emas degani nima degani? Avvalasi bunga o'xshagan hadislarni ba'zilar bilan tanishib chiqsak, bunaqa hadislar ko'p, bizdan emas degan hadislar. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laysa minna man halafa bil amana. Va man khabbaba ala imri'in zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna." Omonatga qasam deb qasam ichgan odam bizdan emas deydilar. Yuqoridagiga o'xshash ibora bu ham bizdan emas deyilyapti. Va bir kishiga xotinini gijgijlagan yoki qo'lini gijgijlagan odam ham bizdan emas deydilar. Yoki aksini qilsa ham, ya'ni bir xotinni eriga qarshi gijgijlaydi. Ya'ni shuni erini yomon ko'rsatadi unga. Yoki qulda oldiga kelib olib hojasini unga yomon ko'rsatadi. O'shanga gijgijlaydi. Ana shunaqa qilgan odam bizdan emas deydilar. Mana bunda ham shunaqa bizdan emas degan lafz ishlatilyapti. Yana boshqa hadisda kelgan: "Laysa minna man tatayyara." Shumlangan odam bizdan emas. Aw takahhana yoki polbinlik qilgan odam bizdan emas deganlar. Yana bir hadis bor: "Laysa minna man sahar." Sehr qilgan odam bizdan emas deganlar. Yana bir hadislar bor: "Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina." Bizdan boshqaga o'xshashga urinadiganlar ham bizdan emas deganlar. Ya'ni musulmonga o'xshamasdan kofirga o'zini o'xshatadiganlar ham bizdan emas deganlar. Yana hadislar bor: "Laysa minna man lam yujil kabirana va yarham saghirana va ya'rif li alimina haqqo." Bizdan emaski, kattalarimizni buyuklamagan, kichiklarimizga rahim qilmagan, olimlarni haqqini e'tirof etmaydiganlar bizdan emas degan. Yana hadis bor: ayol bo'lib erkakka o'xshaganlar bizdan emas. Erkak bo'lib o'zini ayolga o'xshatadiganlar ham bizdan emas. Yana hadis bor: kim bizga qarshi qurol ko'tarsa bizdan emas. Yana hadis bor: laysa min rajulin idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Va man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Kimiki bilib turib o'zining otasidan boshqaga o'zini da'vo qilsa, ya'ni o'zini otasiga qarab, meni otam emassan, meni otam paloncha desa, otasiga tuhmat qilib, va o'zi uchun bo'lmagan narsani iddao qilsa, u bizdan emas deganlar. Yana hadis bor: man salla alayna sayfa falaysa minna. Kim bizga qarshi qurol yalang'ochlasa bizdan emas deganlar. Yana boshqa hadislar bor: man alima ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna. Kim o'q otishni o'rganib turib keyin tark qilib qo'ysa bizdan emas deganlar. Yana hadis bor: man ramana bil-layli falaysa minna. Kim kechasi bizga qarab biror narsa otsa, u ham bizdan emas deganlar. Yana hadislar bor: uqtulul hayyat kullahunna faman khafa sa'rahunna falaysa minna. Ilonlarni o'ldiringlar. Kim ilonlarni qasosidan qo'rqsa bizdan emas degan. Yana hadis bor: man lam ya'khudh min sharibihi falaysa minna. Kim mo'ylabini olmasa bizdan emas deganlar. Yana hadis bor: la tusakinul mushrikina va la tujami'uhum faman sakanahum aw jama'ahum falaysa minna. Mushriklar bilan yashab, ular bilan bir joyda turdi bo'lmaylar.
kim ular bilan yashab bir joyda to'da bo'lsa bizdan emas deganlar. Yana hadislar bor. Bir hadislar borki, laysa minna man haraq va salaqa va haraq. Musibat paytida sochini yulib, kiyimini yirtgan bizdan emas. Yana hadislar bor, laysa minna man lam yataghanna bil Qur'on. Qur'on o'qiganda chiroyli qilib o'qimagan bizdan emas. Yoki Qur'on o'qiganda Qur'on bilan boshqa narsadan behojat bo'lmasdan Qur'onga, ya'ni o'zini bag'ishlamagan odam bizdan emas deganlar. Yana hadislar bor, laysa minna man darabal hudud va shaqqal juyub aw da'a bi da'wal jahiliyya. Musibat paytida yuzini urib, yoqasini yirtib, johiliy da'volarni qiladigan ham bizdan emas deganlar. Yana hadis bor, laysa minna man amila bi sunnati ghayrina. Bizdan boshqaning sunnatiga amal qilganlar ham bizdan emas deganlar. Va hokazo. Bunga o'xshagan hadislar ko'p. Mana bu hadislarda hammasida bizdan emas degan fe'llar kelyapti. Bu ibora, bizdan emas degan ibora aslida kofir deganini bildiradi. Aslida. Masalan, yuqorida kim sehr qilsa bizdan emas deyaptilar. Haqiqatda bizdan emas, ya'ni u kofir bo'ladi sehr qilgan odam. Bunga o'xshagan ibora asli shariatda bizdan emas deganda Rasululloh undan baroat e'lon qilgan bo'ladi. Baroat degani, ya'ni men undan yiroqman degan. Lekin agar shunaqangi hadislardagi kelgan biror ishlarni shariatda kufr emas deb kelgan bo'lsa, haqiqiy dindan chiqaradigan kufr emas deb kelgan joyi bo'lsa, ana u ishlarni keyin ta'vil qilishga o'tilinadi. Ya'ni laysa minna bizdan emas degan iboralarni ta'vil qilishga o'tilinadi. Masalan, savolda kelgan ma'no bizni aldagan bizdan emas deganda, shariatda hech joyida aldash kufr degan gap kelmadi. Balki aldagan insonlar Rasululloh zamonida ham bo'lgan, Rasulullohlarga kofir bo'lding demagan. Shuning uchun endi bu bizdan emas degan hadislarni ta'vil qilishgan. Ta'vil qilganda aytishganki, bizdan emas deganda bu musulmonchilikda ish emas bu degan. Ya'ni kofirda ishi bu. Qanday qilib musulmon inson bu ishni qiladi degan. Xuddi shunday masalan, musibat paytida yoqani yirtib yuziga uradiganlar. O'sha ishni qiladiganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham bo'lgan. Masalan, Ja'far radhiyallohu an shahid bo'lganlarida uni uyidagi ayollari dod solib yig'ib shunaqa qilgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bor ularni jim qil deganlar, lekin kofir bo'ldi ular demaganlar. Mana bundan dalil chiqdiki, demak u kufr emas, qattiq gunohkor bo'ladi inson, musulmonchilikda ish emas u. Shuning uchun bu hadislarda hammasini bitta qilib, bu hadislarda hammasida bizdan emas degan joyini ta'vil qilib yorib, u kofir bo'lmaydi, lekin bizdan emas degandan maqsad musulmonchilikda ishini qilmabdi deb yorish ham to'g'ri bo'lmaydi. Va xuddi shuningdek, bu hadislarda hammasini bir xil olib, bu hadislarda bizdan emas degan bo'lsa qaysi birida, demak bu kofir deb yorish ham to'g'ri kelmaydi. Birinchisi murjiylarda ishi bo'ladi. Hamma bizdan emas deganlarda avval ta'vil qilib tashaverishlik. Bizdan u deb. Chunki Rasulullohning gapiga teskari chiqyapti-da, u irja deyiladi uni. Ikkinchisi esa xavorijlarning gapi bo'ladi. Qayerda bizdan emas degan gap topsa, o'sha gunoh sababli unga takfir chiqarib, uni kofir deb yuborishlik. Bu xavorijlarda ish hisoblanadi. Boshqa dalillarga qaramasdan, unga teskari bo'lgan boshqa bir ma'nolarga qaramasdan ta'vil qilish kerak bo'lsa, ta'vil qilishga dalil bo'lib tursa, ta'vil qilmasdan uni shunaqa qilib olib hammaga tushiraveradigan odamlar u xavorijlar deyiladi. Ahli sunna val jamoa buni o'rtasidagi jamoat, qaysiki shu bizdan emas degan hadisga dalil kelgan bo'lsa, u kufr emas degan o'shandagina u ishni ta'vil qilishadi. Qolganlari esa asli kufr ekanligi ma'nosida qoladi. Shuning uchun bu hadislarni tushunishda har biriga alohida sharhiga murojaat qilish kerak. Hech kim bunda bitta qoida qo'yib ola olmaydi. Qayda bizdan emas kelsa, shuni ta'vil qilib tashaveradigan qoidani qo'yib bo'lmaydi. Yoki zohiriga ko'ra olib ketaveradigan qoidani ham qo'yib bo'lmaydi. Bu hadislarda har birining sharhida ahli ilmga murojaat qilinadi. Allohu a'lam.